Salom do'stlar, Uzbalans kanaliga xush kelibsizlar. Demak, videoni boshlaymiz. Qanday qilib internetda ko'rinmas bo'lish haqida. Xo'p, demak, bitta bir ikkita keywordlarni, ya'ni so'zlar yozib olganman. Demak, birinchi o'rinda proksilar haqida gaplashamiz. Ya'ni proksilar qanaqa turlari bor? Qanchalik ahamiyatga ega, ya'ni internetda ko'rinmas bo'lishimizga, yoki bo'lmasa IP adresimizni yashirishimizga qanchalik darajada ahamiyatga ega, shu haqida gaplashamiz, proksilar haqida. Xo'p. Proksining unchalik ahamiyati yo'q. Ya'ni internetda siz ko'rinmas bo'la olmaysiz proksi bilan. Umuman. Prosta IP adresining ustiga maska deb bo'ladi. Boshqa, misol uchun, nima bo'ladi? Bankka hujum qildingiz, bankka hujum qilganingizdan keyin shu IP adres qoladi. Demak, bu IP adresda Germaniyada qanaqadir internet providerning IP adresi bo'ladigan bo'lsa, unga boradi. Hatta hujjatlar ko'radi. Bo'ldi. Hatta siz IP adresingiz turibdi. Sizni topib keladi. Sizni ko'rinmas qila olmaydi internetda. Internetda ko'p videolar ko'raman. Proksi qilamiz, ko'rinmas bo'lamiz internetda. Unaqa emas. Xo'p, demak, proksi shunchaki sizni maska qiladi. Lekin bundan ham parol yasasa bo'ladi, ya'ni normalniy qilib, misol uchun Germaniyaga bitta ulaysiz. Germaniyadan o'tgandan keyin bitta Finlandiya, keyin Niderlandiya to'r qilasiz, keyin kirasiz. Lekin bu ozgina qiyin. O'shaning uchun boshqa yo'llarni ham ko'ramiz. Hop, proksining qanaqa turlari bor? SOX Tor bor, keyin SOX 5 bor, HTTP bor, HTTPC bor. Hop, bulardan eng nimasi, ya'ni eng sifatli, eng yaxshisi SOX 5. Sizlarga maslahat beraman. Darkvebda ko'pchilik hackerlar, misol uchun kredit karta ishlatadiganlar hamma shunday ishlatadi. Men qayerdan bilaman buni? Shunchaki bilaman, ortiqcha savol bo'lmasin. Hop, VPN haqida gaplashamiz. Hozir misol uchun prosta boshida hammasini gapirib o'tyapman, keyin oxirida, videoning oxirida qanaqa qilib ishlatishdi, qayerdan olishdi, qayerdan tekinga olishdi, qanaqa qilib ishlatishlarini hammasini ko'rsataman. Prosta hozir tushunchaga gapirib o'tyapman. Demak, VPN nima qiladi? VPN eng asosiy ahamiyati bu joyda. Bitta IP adres, ya'ni IP adresingizga maska qo'yadi. Ya'ni через Germaniya qiladigan bo'lsangiz, Germaniyadan o'tadi. Yana bitta asosiy narsasi bor. Asosiy narsasi nimasi? Ya'ni enkripsiya. Sizning internetdagi trafigingiz kodlanadi. Keyin VPNlarda hozirda VPNlar ham rivojlanyapti. Ya'ni VPNda ikkitaligi bor, ya'ni bitta Germaniyadan o'tadi, kirishi. Germaniyadan chiqadi, Amerikaga kiradi, keyin Amerikadan siz tashrif buyurib turgan saytingizga kiradi. Har bitta harakatingiz enkripsiya kodlangan. Lekin bitta narsa, hozir bitta censorshipni ham yozganman. Xo'p, nimaga VPN ishlatmaslik kerak? VPN shunchalik zo'r narsa ekan, enkripsiya qilyapti, biz IP adresimizni yashiryapti, biz ko'rinmas bo'lamiz ekan. Lekin siz nimaga ishlatmasligimiz kerak deb aytyapsiz? Aytsaning, bitta censorship bor. Bu narsa haqida bilmadim. Noqonuniy bo'lishi mumkin. Bu haqida, censorship haqida gapirishim noqonuniy bo'lishi mumkin. Lekin odamlarga erkinlik kerak. Bu meni maqsadim. Xo'p, censorship haqida gapiradigan bo'lsam, VPNlar ko'pi 98-99-101% censorshipda. Ya'ni ProtonMail. Men misol uchun hozir ProtonMail ishlataman. Ko'rib turganlaringdek. ProtonMail ishlataman. Bu censorship. Misol uchun, bironta ishkal harakat qiladigan bo'lsam, bularda IP adresi bilan bular boradi, siz meni nimamda, misol uchun, qanaqadir ishkal narsa bo'ldimi bular tarmog'ida. To'g'ri nimaga beraveradi? Militsiyaga, politsiyaga to'g'ri meni IP adresimni ulab beraveradi. Ular so'ramasdan oldin beraveradi. Lekin men hali ham ishlatyapman, prostaga bu. Qanaqadir nimadir ish qilmoqchi bo'lsam, unaqa qilmayman, prosta xavfsizlik xohlasam o'zimga o'zim. Buni o'chiraman, o'zim nimam bor? Anaqa kombinatsiyada ishlataman, proksilar bilan Tor hammasini. Ya'ni RDP'lar bor. O'shalar bilan kombinatsiyaga qo'yib, keyin qilaman ishimni. Censorship degan narsa, shu narsani yo'qotish kerak, lekin bu umuman yo'qolmaydi. Internetda qarab turinglar. Internetda ko'rinmas bo'lish mumkin emas. Internetda ko'rinmas bo'lish mumkin emas. Ya'ni 100% umuman ko'rinmas bo'la olmaysiz. Ko'rinmas bo'lish bitta nazariyasi bor. U nazariyasi ikkinchi
videomda ko'rasizlar. Bundan keyingi videomda ko'rinmas, internetda umuman yo'q bo'lib qolish videosi bo'ladi. Ya'ni nazariya bu. Hali amaliyotda hech kim sinab ko'rmagan. Xuddi shu nazariyani sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni bu nisbiylik nazariyasi bo'lish kerak. Ya'ni kvant nazariyasi bilan qilinadigan narsa. Internetda umuman ko'rinmas bo'lish haqida bo'ladi. Xo'p, lekin u faqat nazariya. Amaliyotda hali hech kim sinab ko'rmagan. Balki biz qilarmiz. Xudo Xo'p, internet providerlar. Internetda nimaga ko'rinmas bo'lish mumkin emas desa, censorship dedim. Xo'p, bu qanday bo'ladi? Demak, men tordan foydalandim, VPN'lar yoqdim, proxylar joyiga qo'ydim, hamma narsa qildim. RDP'lar ishlatdim, hammasini ishlatdim. Lekin bitta narsa men sotib qo'yadigan narsa bu internet providerlar. Bular davlatniki bo'lgandan keyin davay aytsin, ko'rib ber dedi, men IP adresimni jo'natadi. Bu censorship. Nimaga internetda ko'rinmas bo'la olmaymiz desak, internet providerlar bular davlatniki. Ko'p yana bitta top secret, ya'ni top maxfiy narsa aytaman. Qog'ozga o'rab aytaman, chunki men ham o'zim menga ham tinchlik kerak. Ya'ni internet providerlarda qanaqadir maxsus apparatmi, qanaqadir programma bor. Bo'ldi, shu yetadi sizlarga. Xo'p, demak RDP haqida gaplashamiz. RDP nima o'zi? Remote. Hozir men to'liq qilib yozaman. Remote desktop protocol. Demak, remote desktop protocol RDP nima o'zi bu? Ya'ni shu yerdan turib kompyuterdan kiryapman, boshqa kompyuterga ulanib shuni ishlataman. Sizlarga video vaqt yetmay qolishi mumkin ko'rsatishimga. Video vaqt yetib qoladigan bo'lsa ko'rsataman. Ya'ni 3 minut vaqtimiz qoldi. Xo'p, ya'ni shu yerdan turib umuman Amerikada turgan kompyuterga ulanaman, undan internetga kiraman. Xohlasam u orqali через Tor kirishim mumkin, через proxy, ya'ni VPN'lar yoqib kirishim mumkin. Bu o'zingizga havola. Xo'p, ya'ni ko'plab internetdan sotib olishingiz mumkin RDP'lar, ya'ni ijaraga olasiz, 1 oyga, 2 oyga, 1 yilga olishingiz mumkin. videoni o'chirib. Xo'p, demak, Google ga xohlagan internet, ya'ni search tizimlariga
Hop, free proxy list deb yozinglar, chiqadi bular. Mana Sockets File Sockets Store. Mana downloadi bor.